Yaxshilab o'tirib oling. Ozgina ko'zingiz yumsangiz ham mayli, tasavvur qilishingiz oson bo'lishi uchun, his qilishingiz oson bo'lishi uchun. Aslida ko'z yummasangiz ham bo'ladi, lekin ko'z yumsangiz his qilishingiz osonroq bo'ladi. Chalg'imaysiz. 10 martalab eshitishga arziydi kechagi darsda. Lampochkalar yonib ketdi, lekin boshim qotib qoldi. Mayli. Boshni qotiradigan darajada chuqurlashmang, chunki bugun buni yechimlari bor. Xo'p, yaxshi o'tirib olgan bo'lsangiz bo'ldi, yozmanglar, chalg'iyman. Endi yozsalang chalg'iyman, bo'ldi. Va mashq bajaramiz, bo'ldi. Hamma amaliyotga kirishsin. Ko'zlarni faqat chalg'imaslik uchun yumyapmiz. Hozir butun borliqqa hammamiz murojaat qilamiz. Men bilan qaytaring. Yaratganning 99 ta nomi bilan men hozir ruxsat beraman. Ajdodlarim bo'yicha tozalanish amaliyoti sifatli o'tishiga va bu amaliyot meni tozalashiga ruxsat beraman. Ishga tushirilsin, teleportatsiya qilinsin. Bu bajariladi. Hamma men bilan aytib olgan bo'lsa, vibratsiyalarni ko'tarib olamiz. Vibratsiyalarni ko'tarish, ya'ni odam energiyalarini ko'tarish qanaqa bo'ladi? Guruhda serdichka, ya'ni yurakchalar, shunaqangi sevgini ifodasini bildiruvchi giflar, shunaqa jo'natasizlar. Bu sizni chastotangizni ko'tarib, vibratsiyangizni ko'tarib beradi, aynan sizni. Shuning uchun guruhda mana yurakchalar, rahmat. Mana shunaqa yurakchalar bilan vibratsiyani ko'tarib olamiz. Sizni vibratsiyangizni ko'tarib olamiz. Guruhni vibratsiyasini ko'tarib olamiz. Shunaqa bu ham bitta praktika, esingizdan chiqmasin. Qachon o'zingizni og'irlashgan his qilsangiz, tinimsiz mana shu chat guruhlarda o'zingizda rivojlanishingiz uchun ochilgan chat guruhlarda sertifikatlar jo'nating. Rosa ham yordam beradi. Sizni yengillashishingizga har doim o'zingizni og'irlashgan his qilgan paytingizda yurakchalar jo'natishni boshlang. To'lqiningiz ko'tariladida oson vaziyatlardan chiqib ketishingizga yordam beradi. Yaxshi. Endi rahmat, bo'ldi. Endi amaliyotni davom ettiramiz. Siz ruxsat berganingizda, amaliyotni sifatli bajarilishiga ruxsat berganingizda, butun borliqda sizga yordam qo'lini cho'zuvchi, sizni rivojlanishingiz, o'sishingiz uchun yordam beruvchi yuqori energiyalar, ya'ni sizlarga tushunarliroq tilda aytiladigan bo'lsak, farishtalar, yordamchi farishtalar. Bular yuqori vibratsiyadagi yuqori energiyalar deyiladi. Ular sizni huzuringizda sizga yordam berishmoqda va bu amaliyotni bajarishingizda, to'liq sifatli bajarishingizda sizni qo'llab-quvvatlashadi. Sizni oson yengil olib chiqib ketish uchun ular hamisha tayyor. Siz ulardan yordam olsangiz bo'ldi, yordam berishga hamisha tayyor. Ruxsat bersangiz bo'ldi. Butun borliq guvohligida
Butun ajdodlaringizda o'tib ketgani bor-yu hammasini qarshingizga taklif qiling. Butun ajdodlaringiz sizdan oldin yashagan. Shunchaki his qiling, shunchaki tasavvur qiling. Juda ko'p insonlar, ota tomoningizdan, ona tomoningizdan siz tanigan, tanimagan insonlar sizni qarshingizga kela boshlashdi. Ular judayam ko'pchilik. Va hozir siz mana shu ajdodlaringizga ta'zim qiling, minnatdorlik bilan. Chunki mana shu insonlarning har biri hayotda yashab, qaysidir programmalarni yashab berib, nimalarnidir osonlashtirib berganki, bugun siz hayotda borsiz. Hozir qarshingizda turgan insonlarning birontasi hayotda yashab bermaganida, birontasi bo'lmaganida siz ham bo'lmasdingiz. Shuning uchun shu darajada minnatdorlikda ularga ta'zim qiling. Ularga rahmat ayting borligi uchun. Sizni ajdodlaringiz bo'lganligi uchun. Har bir yashamlari uchun, har bir tajribalari uchun. Sizgacha yaratilgan yengilliklar uchun. Endi ular sizga qo'lini cho'zib tursa, sizlarga o'z omonatlaringni qaytaraman deng. Sizni qo'lingizda har xil sharlar paydo bo'lishni boshlaydi. Bugun nechta genetik blok topgan bo'lsangiz, o'shancha shar paydo bo'ladi. Navbati bilan olib beraverasiz. Masalan, birinchi genetik blokingiz boy yashab bo'lmaydi, boylarni quloq qilishadi, boylik baxt keltirmaydi degan iqrorlik bo'lsa, birinchi sharingiz. Buni egasiga topshirmoqchiman. Rahmat, buni menga qoldirganingiz uchun. Men bundan hozirgi kunimgacha yaxshilab foydalandim. Endi o'zizga qaytarmoqchiman. Deb qaysidir ajdodingizda, aynan kim bo'lishi shart emas. Shunchaki qo'l cho'zgan qaysidir ajdodingizni qo'liga tutqizasiz, minnatdor bo'lasiz. Va uni ham mana shu programmalarini sevgida eritishiga yordam berasiz. Uni ko'zlariga qarab ayting. Aslida bu sizni qirolligingiz bo'lgan. Hozir bu qirolligingizni sizga qaytaryapman. Lekin bu ham sizni sevgingizni bir qismi bo'lgan. Siz sevgingizni mana shunday namoyon qila olgansiz. Shuning uchun minnatdorman. Bering o'ziga iqrorligini, genetik iqrorlikni qo'liga tutqizing. Yana qanaqangi nomlar bor edi. Masalan, turmush o'rtoq bilan murosa qila olmaslik genetik iqrorligi. Qaysi ayol qo'lini cho'zayotgan bo'lsa, u ayolniki. Balki onangiz dadangiz bilan kelisha olmagan bo'lishi mumkin. Lekin u ham genetik kimdandir olgan. Aynan onangizga berishi shart emas. O'sha ajdodlaringizdagi ayollardan biriga beravering. Olsin, qo'liga tutqizing. Ayting, bu sizniki edi. O'zingizniki bo'lgan narsani o'zingizga qaytaryapman deng. Har bitta kecha vazifa qilib berilgan har bitta genetik ajdodiy bloklarni har bir ajdodingizni qo'liga tutqizing. Siz tasavvur qilib, his qilib tutqizing va tutqizayotganingizda o'zingizniki bo'lgan narsani o'zingizga qaytaryapman deb bering va minnatdor bo'ling.
minnatdor, tashakkurlikda bering. Endi ulardan foydalanishni xohlamasligingizni, endi rivojlanishni boshqacha yo'lini tanlashligingizni ayting. Siz bugun yig'gan dasturlarni har birini ajdodlaringizga qaytarib berib bo'lgan bo'lsangiz, plyus qo'yib yuboring guruhda. Har biriga tarqatib bo'lganingizdan keyin hali amaliyotni davom ettiramiz. Shunchaki bo'lganlar plyus qo'yib yuboring. Yaxshi. Hozir ko'p narsalarni yozmay turinglar, faqat aytilgan plyus minuslar qo'yinglar. Sababi chalg'itasizlar meniyam, o'zingizniyam. Hozir amaliyotni bajaring, yotib olib amaliyot bajaringlar. Uzoq narsalar yozmay turinglar hozir amaliyot paytida. Yaxshi. Endi tasavvur qiling. Sizning yuragingizdan cheksizlik belgisi chiqib, boshingiz orqali tanangizdan cheksizlik belgisi aylanib chiqib, shu cheksizlik belgisi shartsizlik, cheksizlik belgisida shunday katta kuch bilan aylanib chiqyapti-da, ajdodlaringizda qo'lida turgan har bitta qurolliklar, bir og'riqlar hammasini tozalab, sof holatga keltirayotganini, ajdodlaringizda butunlay tozalanish, genetik tozalanish sodir bo'layotganligini, ular balki yashab o'tgan davrlarida og'riq his qilishgan bo'lsa ham, aynan hozir ular ham bu og'ir yukdan xalos bo'layotganligini tasavvur qiling. Sizdan chiqqan cheksizlik energiyasi ularni ham tozalayotibdi. Nega aynan sizdan? Chunki bu ajdodda ruhiy rivojlangan inson sizsiz. Ruhiy rivojlanayotgan, ajdodni tozalayotgan, bunday buyuk vazifani o'z zimmasiga olgan inson sizsiz. Shuning uchun sizdan chiqayotgan cheksizlik, shartsizlik energiyasi ularni ham tozalayapti. Qo'llariga qaytib bergan iqrorliklaringiz mana shu cheksizlik energiyalarida erib, yo'qolib ketyapti. Ular bu cheksizlik energiyasida o'zlarini xotirjam, og'riqsiz, xursand his qilishyapti. Kayfiyatlari ko'tarilib boryapti. Bu cheksizlik energiyasi shunaqangi toza, sof holatga keltirdi, ham ota, ham ona tarafdan ajdodingizni, qarshingizda turgan ajdodlaringizni har birini negativ iqrorliklardan tozaladi. Avloddan avlodga meros bo'lib o'tib kelayotgan genetik savollardan tozaladi. Ulardan nur taralayotganini ko'ring. Butun ajdodlaringizdan nur taralyapti. Ularda kayfiyat ko'tarilgan, energiya oshgan, har biridan oppoq nur taralayotganligini ko'ring. Butun urug' aymog'ingizda tozalanish sodir bo'lganini ko'ring. His qiling. Minnatdor bo'ling ulardan. O'zingizdan ham minnatdor bo'ling. O'zingizga tashakkurlikda o'tiring. O'zingizdan mamnun bo'ling. Chunki siz qilyapsiz buni. Chunki siz shu ajdodni tozalayapsiz. Bunday buyuk vazifani siz amalga oshiryapsiz. O'zingizdagi kuchga, o'zingizdagi
to'lqinga, o'zingizdagi shartsizlikka, o'zingizdagi sevgiga tashakkurlikda bo'ling, minnatdorlikda bo'ling. Butun ajdodlaringizdan ham minnatdor bo'ling. Ulardan nur taralyapti. His qiling, to'liq his qiling, ular butunlay poklanib, iqrorliklari, negativlari hammasi tozalanganligini. Va o'sha cheksizlik belgisi yana o'zingizga asta boshingizdan oyog'ingizgacha o'zingizni ham tozalayapti. Sizda faqat ajdodlardan qolgan negativ iqrorliklar, ajdodiy genetik negativlar emas. U faqat ajdodlarniki emas, o'zingizniki ham bor. Shu yoshga kirguncha hayotiy tajribalaringiz, yashamlaringiz bilan o'zingiz ham ko'p dasturlarni, iqrorliklarni qabul qilib qo'ygansiz. Hozir mana shu shartsizlik, cheksizlik to'lqini sizni ham boshdan oyoq tozalayapti. O'zingizdan to nur taralgunicha tozalang. Butunlay porlab, yorqin holatga kelganingizda kelguningizgacha tozalang. Sizni tanangizdan cheksizlik nurlari tinimsiz o'tib sizni tozalagani sari sizda yengillik, yanada yengillik, yanada ko'tarinkilik, yanada energiya oshib borayotganini his qiling. Kuchga, quvvatga to'layotganligingizni, butun kuch-quvvatingizni o'ziga yig'ayotganligingizni his qiling. Yuragingizdan chiqqan cheksizlik energiyalarini yana yuragingizga qaytaring. His qilyapsizmi? Siz hozir juda ham katta, buyuk ishni amalga oshirdingiz. Shartsiz sevgingiz, cheksizligingiz bilan sizga berilgan vazifa, poklanish vazifasi, ajdodlarni poklash vazifasini amalga oshirdingiz. Bu muhim jarayonda ishtirok etdingiz. Malikajonim, hozir shu amaliyotni bajarmasdan shuncha so'zni yozdingizmi? Jonlida mazza qilib bajarsangiz bo'lmaydimi? Aytyapman, chalg'imasdan amaliyotni bajaringlar deb. Yo'q, buncha narsani yozgan odam e'tibor bilan, diqqat bilan bajara olmaydi amaliyotni. Mana shu tashakkurlik hissida, minnatdorlik hissida amaliyotni yakunlang. O'zingizni qanday his qilyapsiz? Endi bo'lishing. Qarang, malika, ayblash hissi. Nimaga ajdodlaringizni ayblaysiz? Siz shu darajada farzandlaringizga sof genni qoldiryapsizmi? Shu darajada sof qoldiryapsizmi? Sizni ham avlodlaringiz ayblashi mumkin-ku. Nimanidir hal qilmagan deb.
aslida siz hozir nimalarnidir hal qilib yashayapsiz-ku. Ular ham qo'lidan kelgancha hal qilgan, imkoni boricha qilgan harakatda. Ularni har bir harakati, yaxshiligi, yomonligi har biri shu genni tozalash uchun bo'lgan. Ular qo'ldan kelganini qilgan. Ulardan xafa bo'lishni, ulardan nafratlanishni, ularni ayblashni keragi yo'q. Na u eringiz tomonidan bo'lsa, na siz tomoningizdan. Ular qo'lidan kelganini qilgan. Hattoki siz ham qo'lingizdan kelganicha tozalaysiz o'zingizni. Agar shu holatda ham masalan sizdan keyingi avlodlaringiz sizdan qoniqmasligi mumkin. Sizdan nafratlanishi, sizni ayblashi mumkin. Chunki aks ettirish qonuni ishlashi mumkin-da jonim.